Şimdi assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, Qarshi shahrida 24 soatga 7 joy ochilgan joyni hamma bilishadi. Shahar Anhorga. Qarshi shahrida joylashgan 24 soat ishlaydigan joylar bor, dam oladigan. Buni hamma bilishadi. Konstruksiya qilish kerak. Olborib, mana bunday katta chiqadi, ona Jo'nab, shirinliklar bilan. San Sebastiandan 8 ta aytamiz mana shunda. Assalomu alaykum gruppadagilarga, bizni taniganlarga va tanimaganlarga. Mana shakarni qarab turasizlar. Yangi ham o'zlaringizlar buni qilasizlar. Aka, kimga achchiq, sizga achchiqroq? Botur o'zingga bosganlar. Mana bunday ichaman, bo'l mana shunda. O'zingga shu. Akmal aka, sizga. Bo'lamsan kerak-kerak. Boshida olyapsiz, ochilasiz. Biz turk haligi usta nima qilardi? Bitta nimani, qora choyni nimasini Kelingizlar shu bir piyola choy ustiga, issiqqina choy. Sizlarni ham bir piyola choy ustiga taklif qilamiz. Kelingizlar. Ustiga emas. Kelingizlar, sizlarni ham bir piyola choyga taklif qilamiz. Tabiat ham yaxshi. Sudi bo'yida. Chiroyli dam oladigan joy. Qashqadaryo viloyati santexniklari Ma'lumot qiladi. har doim mana bunaqangi yaxshi dam oladigan joylarda ikki piyola choy ustida ham yaxshi suhbatlashib, bir-biri bilan fikr almashib, choylashib turamiz. Bir gap aytaymi? Muhabbati haqida butun olamga jar soladigan inson emas, choyingizga necha qoshiq shakar solishni biladigan inson sizni sevadi.